Assalomu alaykum. Hududiy birlashma va uning tuzumidagi tuman shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari tomonidan o'tgan 2025-yilda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash, ularning muammolarini tizimli hal qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, hisobot davrida tizim tashkilotlariga aholi vakillari iste'molchilardan jami 913 ta murojaatlar kelib tushdi. Shularning 397 tasi yozma, 514 tasi esa og'zaki shaklda qayd qilib olingan murojaatlardan iborat bo'ldi. 8 ta murojaat Prezidentga murojaat portali va Bosh prokuratura ishonch telefoni orqali, 294 tasi Federatsiyaning respublika bo'yicha 1091 qisqa raqamli yagona ishonch telefoni orqali kelib tushgan bo'lsa, 611 ta murojaat hududiy birlashma tuman shahar jamiyatlariga fuqarolardan to'g'ridan-to'g'ri kelib tushgan murojaatlarni tashkil qiladi. Murojaatlarning 889 tasi yoki 97.4% to'liq va o'z muddatlarida o'rganib chiqilib ijobiy hal qilindi. 24 tasi bo'yicha esa qonuniy muddatlar doirasida o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Murojaatlarni o'rganish natijalari bilan iste'molchilar foydasiga jami 1,211,279,860 so'm mablag'lar hal qilingan bo'lib, shularning 433,804,379 so'mi sud idoralariga kiritilgan, 24 ta da'vo arizalarini ko'rib chiqilishi natijalari bilan iste'molchilar foydasiga undirilgan moddiy va ma'naviy zararlar summalarini tashkil qiladi. Murojaatlarning 292 tasi yoki 31.9% savdo masalalarida kelib tushgan bo'lsa, 119 tasi gaz ta'minoti, 55 tasi elektr ta'minoti, 104 tasi suv ta'minoti, 101 tasi boshqaruv servis kompaniyalari va shirkatlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar, 13 tasi sog'liqni saqlash, 68 tasi xizmat ko'rsatish servis sohasi, 10 tasi transport, 22 tasi aloqa va internet hamda 129 tasi boshqa sohalar yuzasidan kelib tushgan. Tuman shahar jamiyatlari qoshida tashkillangan iste'molchi bilan muloqot huquqiy maslahatxonalari orqali 700 nafar fuqarolarga bepul huquqiy maslahatlar berildi. Shularning 97 tasi kommunal xo'jalik, 118 tasi savdo, 42 tasi sog'liqni saqlash, 17 tasi aloqa xizmatlari, 15 tasi transport, 22 tasi servis xizmatlari bo'yicha, 236 tasi kommunal idoralar, elektr, gaz, suv ta'minoti xizmatlari, 168 tasi boshqa sohalar bo'yicha berilgan huquqiy maslahatlardan iboratdir. Shulardan 12 ta holatda davlat va nazorat qiluvchi organlarga, 7 ta holatda esa sud idoralariga murojaat qilinishi fuqarolarimizga tushuntirilgan. Shuning bilan birgalikda iste'molchilarning sohaga oid huquqiy bilimi va iste'mol madaniyatini oshirish, sohada olib borilayotgan ishlarni keng yoritish maqsadida Federatsiyaning Iste'mol.uz rasmiy veb-sayti, hududiy birlashmaning Iste'molchi.info.uz rasmiy veb-sayti, Federatsiyaning Iste'mol.uz rasmiy saytining Farg'ona Iste'mol.uz tarmog'i ishlab turibdi. Hisobot davrida birgina hududiy birlashma saytlarining o'ziga 800 dan ortiq yangilik va targ'ibot materiallari joylashtirildi. Shuningdek, hududiy birlashmaning Telegramdagi iste'molchi info kanali, Facebook, Instagram va X ijtimoiy tarmoqlaridagi iste'molchi info umumiy nomi ostidagi rasmiy sahifalariga muntazam ravishda faoliyatga oid yangiliklar, targ'ibot materiallari hamda iste'molchilar murojaatlarining o'rganilishi va hal qilinish natijalari yuzasidan tayyorlangan materiallar qo'yib borilmoqda. O'tgan yilda olib borilayotgan ishlardan jamoatchilik xabardorligini oshirish maqsadida tasdiqlangan media tadbirlar rejasi asosida 12 ta brifing, ochiq muloqot va press tur shaklidagi media tadbirlar ham o'tkazildi. Tizim tashkilotlari tomonidan korxona, tashkilot, idora va muassasalarda ularda faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar ishtirokida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi amaldagi qonun va qonunosti me'yori hujjatlarini keng targ'ib qilish maqsadida jami 559 ta targ'ibot tadbirlari tashkillandi va o'tkazildi. Tizim tashkilotlari tomonidan joriy 2026-yilda ham Federatsiya ustavi, asosiy faoliyat yo'nalishlari rejasi, davlat boshqaruvi va boshqa tashkilotlar bilan imzolangan hamkorlikdagi memorandum, dasturlar hamda chora-tadbirlar rejalari asosida iste'molchilarning sohaga oid huquqiy bilimi va iste'mol madaniyatini oshirish,
ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, sohaga oid qonunchilik ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini olib borish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.